Agar siz kuniga 6 soatdan ko'p kompyuterda ishlasangiz, siz uchun yomon yangiligim bor. Uzoq vaqt o'tirib ishlash varikozning asosiy sabablaridan biri. Ko'p o'tirganingizda oyoqlaringiz aziyat chekadi. Keling, oyoqlardagi tomirlarga ta'sir qiluvchi 3 ta asosiy xatoni ko'rib chiqamiz. Oyoqni noto'g'ri qo'yib o'tirish. Mana bunday oyoqni oyoqqa qo'yib o'tirish qon aylanishini buzilishiga olib keladi. Harakat kamligi, bir joyda harakatsiz ko'p vaqt o'tirib qolishingiz qon tomirlariga katta bosim ko'rsatadi. Tegi-tekis yoki baland poshnali oyoq kiyimlarini kiyish ham tomirlarga zarar yetkazadi. Oyoqdagi tomirlarni avvalash uchun nima qilish kerak? Bu juda ham oson. O'tirib ishlayotgan paytingizda oyoqlaringiz bilan mashqlar qilib o'tiring. Har 30-40 daqiqada iloji boricha o'rningizdan turib biroz harakatlanishga, ya'ni yurishga intiling. Oldingizga bir stakan suv qo'yib, uni har zamonda ichib turing. Ya'ni kun davomida kerakli bo'lgan suv miqdorini iste'mol qiling. Esda tuting, varikoz asta-sekinlik bilan boshlanadi va e'tiborsiz qolsa jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Sog'lig'ingizni asrang, u o'z qo'lingizda.